rahbariyat hozir mana davlat yordam qilyapti. Subsidiyalar beryapti. Subsidiya deganda ko'pchilik subsidiyani noto'g'ri talqin qilishadi. Ya'ni bu qarz deb o'ylashadi. Bu qarz emas. Endi elektr energiya uchun, ya'ni quyosh panel, teplovoy nasos, yoki suv isitgichlar, quyoshdan suv isitib beradigan солнечный водонагреватель deyiladi. Ularga davlat hozir subsidiya beryapti. Ya'ni bir martalik qaytarib berilmaydigan, xuddi deylik sovg'a puliga o'xshaydi. Masalan, siz hozir deylik 10 kilovat quyosh paneli qo'yaman desangiz aka, 10 kilovat quyosh panelingiz masalan o'rtacha sifatini, yaxshi sifatlisini olaman desangiz, taxminan 45 million so'm pul bo'ladi. Endi bizlar o'sha subsidiyani klient uchun to'g'ri talqin qilib, yashil energiya bilan, Respublika yashil energiya korxonasi bilan hujjatda kelishib, ofitsialni shuni yo'lga qo'ydik. Ya'ni klient kelsa, unga subsidiyasini ham olib bersak agar, ya'ni o'sha davlat 20% qoplab beradi. Ya'ni 45 milliondan 36 milliongacha tushadi. Sizga u narsa 45 millionga tushmaydi, 36 millionga tushadi.